Assalomu alaykum azizlar. Kecha Chorsu bozorida bo'ldim. Norin olmoqchi bo'lsangiz, narxlar ancha turlicha. Sifati, go'shti, qo'l mehnati hammasi narxiga ta'sir qiladi. Yaxshisi bir necha joyni aylanib, solishtirib olish kerak. Chorsu baribir mazza va an'ana joyi. Assalomu alaykum azizlar. Kecha Chorsu bozorida bo'ldim. Norin olmoqchi bo'lsangiz, narxlar ancha turlicha. Sifati, go'shti, qo'l mehnati hammasi narxiga ta'sir qiladi. Yaxshisi bir necha joyni aylanib, solishtirib olish kerak. Chorsu baribir mazza va an'ana joyi.